Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun yana bir obunachimiz uylarida ishimizni yakunlab berdik. Andijon viloyati Sultonobod, Xonobod shahri Sultonobod qishlog'iga qo'yib berdik. Bu obunachimiz anchadan beri bizni kuzatib borar ekan. Zakaslariga binoan Akfa alyuminga seriya svet deb beradi xalq tilida, antrazit J306 seriya svetimiz. Mokriyam deb qo'yishadi. Shu svetimizga 4 bo'laveranda olib kelib qo'yib berdik. Oynasi ham seriya, oynalari kalyonli bo'lgan, pastgacha bo'lgan. Bo'ylari 3 metr bo'lgan. Endi har bitta oraliqda endi 1.75 dan bo'lgan. Har bitta oraliqdan rom ochilish qilib berganmiz. Ustullarini ardongi alkafonda butun alkafonni choksiz o'rab berganmiz. Ustullarni ham chiroyli qilib ularga tortib. Eshigiga keladigan bo'lsa, eshigini balkon qanotdan qilib berganmiz. Chunki eshiklarimizni bo'yi katta o'ta. Shu balkon qanotdan qo'yib, katta balkon ruchkalarni o'zidan ruchkalaridan qo'yib berdik, katta ruchkalarni. Yopilishlari ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Har bitta bu yoqda ikkita oralig'imizda rom bor, 3-chi oralig'imiz eshik, chekadagi oralig'imizda ham rom bo'lgan. Romda ham ochilishlari o'ta katta bo'ldi. O'ziga yarashadigan. Romimiz ruchkalari ham katta ruchkadan qo'yib berganmiz, tumaloq. Oqin ruchkamiz kattalasidan qo'yib berganmiz. Yopilishlari, ishlashlari yaxshi, xudo xolasa. Balkon qanoti uchun 5 tadan petla qo'yib berganmiz. Oshiq-moshilarni ham. Oynalariga keladigan bo'lsak, oynalari 06 kalyonli bo'lgan. Oynamizning qalinligi 06 lik bo'lgan, kuydirilgan kalyonli oyna bo'lgan, pastgacha mana. Tepasi 04 bo'lgan, pramugasi 04 bo'lgan, pastki ko'rinishlari fon 06 bo'ldi. Bunimizni общий kvadrati 22 kvadrat chiqdi. 14.900.000 mingga olib kelib qo'yib berdik. 680 ming atrofida tushdi kvadrat. Har bitta oraliqdan ochildi. Kalyon bo'ldi, oynasi 06 kalyon. Eshigimiz balkon qanot bo'ldi, katta qanotdan bo'ldi. Shu eshigimiz ham 230 ochiladi. 235 sm ochiladigan seyli eshik yo'q. Eshigimiz fasoni chiqish uchun iloji yo'q, baland qildik bo'yini. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Nomerlarimiz 99 909 95 91. Chiroyli qilib o'lchab hisoblab o'rnatib beramiz. Xizmatlar kerak bo'lsa Telegram, WhatsApp nomerlarimiz ishlayapti, xudo xolasa. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Kanalda yangilar podpiska bosayotgan, like bosayotganlar hammalarga rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.